Qatdan kelmayapsiz endi? Xos bir-birimizga g'alati savollar beramiz. Boshladimi? Boshladim. Xo'p, qarang, misol uchun stol nimaga oyog'i g'ildirak bilan bo'ladi? Chunki biz qo'shiq aytishga boramiz-ku, o'shaning uchun bo'lsa kerakdir deb. Javoblar ham g'alati bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ashula aytyapsiz-da, eski paytda sizda shu nurli mikrofonlar bo'ladi. Ashula tugadi. Keyin gapiryapsiz-da, mikrofon o'chiq bo'ladi. Shunda nima qilgan bo'lardingiz? Muzikantlar bilan bez mikrofon aytvorardik qo'shiqni. Yo'q, qarang, endi siz ashula aytdingiz hozir. Birdaniga ashula tugagandan keyin gapirishingiz kerak, hatto bir rahmat deyishingiz kerak. Ha. Bo'ldi-da, siz mikrofoningiz o'chuvligini odamlar ko'rib qoldi. Voy, bu o'tgan zamonda emas, shu zamonda ham bo'lgan bir narsalar lekin. Nima qilasiz shunaqa paytda? Endi nima qilamiz endi? Sog' bo'lasizlar deb sekin chiqib qo'yaveramiz. Mayli, bu savol sizga g'alati tuyuldi. Endi siz g'alati savollaringiz bo'lsa qani. Tasavvur qiling, Antarktidadasiz, qo'shiq aytyapsiz. Ayular bilan. Ayuraga konsert qo'yyapsiz. Lekin siz yozgi kiyimda borgansiz, xuddi shu kiyimda borgansiz Antarktidada. Kelgan mehmonlar endi bilasiz, anglchalar, o'sha Antarktida xalqi, qaysi tilda gaplashsa, o'shalarga qalaq qilib o'tkazgan bo'lardingiz konsertingizni. Endi общий anaqa-ku, angliskiy-ku o'zi. Please deyman-da. Please deysiz. Excuse me, please deyman. What desa, this is sovuq deyman. Cold deyman. Aha, o cold bor ekan, ha, cold deysiz. Cold deyman-da, keyin berar bu narsa. Qo'shiq aytishda davom ettirasiz keyin. Qaysi qo'shiq aytgan bo'ldingiz? Lekin ko'p ashulalarimni aytardim. Da. Qurollarga aytardim. Keyin o'ynab isib ketardilar.